Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, hamma sog'liqmi? Bolalar tinchmi? Birdan boqyapmisiz? Toshkentdan Gerakilni bolasi keldi. Jig'ildanmi? Pachada yetdi bu. Mana Hanjardi qizi bu ham keldi. Eslaringizda bo'lsa, nimaga Toshkentga Hanjardi zotga berib yuborganmiz. Bu yerda keyin nimaga qo'shilgani, Kobraga qo'shilgani varianti. Şu zo'r chiqib yoqib qoldi. Endi bu to'liq video qilib, shu Hanjardi kelgani, bu yoqdan chiqib ketgani, hammasini bir chiroyli qilib bir video ishlab qo'ydim. YouTube tarmog'idan udalit bo'ldi, qabul qilmadi. Endi eshikka solib, nima qilib, shu yerda endi bir xatoliklar yo'l qo'yib yubordik-da. Xullas kalom. Hanjardi Kobra qo'shilgan varianti. Ikkita, uchtasi juda ham zo'r, chiroyli bo'lib chiqibdi. Ko'rsating deganlar uchun o'zlarimizni jo'jalarimiz aka-ukalar. Kudeti 20 kunlikda. Oladigan odam bo'lsa, masalan, mana shuni rasmga olib, katta qilib, rasmga olib, strelka bilan belgi qilib tanlasangiz, mana hammasini ko'rsataman. Hammasi ana shu yurgan Qora makondan chiqqan, shu YouTube tarmog'ida kuzatadigan qora makonlarimizdan chiqqan. Otasi Hanjardi bolasi otasi. Xullasda. Mana aka-ukalar, so'ragan aka-ukalar uchun. Tanlashga qiynalyapman deydigan aka-ukalar ko'p uchrab turibdi. Tanlashga qiynalmang. Masalan, yaqinlashtirib, masalan, ekranni yaqinlashtirsangiz yaqqol ko'rinadi. Yaqinlashtirib bitta rasmga olib, ana shu oladigan jo'jangizni strelka qo'yib belgilab menga yuborsangiz, keyin ana shuni chiqarib yuboraveraman aka-ukalar. Bu yerda xo'rozi kamroq. Keyin faqat aka xo'rozi yo'qmi deb yurmanglar-a. Aka-ukalar. Sog' salomat bo'lasizlar. So'ragan aka-ukalarimiz uchun bir video rolik qilib yubordim. Mana sotiladigan jo'jalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.